Allohdan bir marta bo'lsa ham shunaqa muhabbat so'raganmisiz? Ey menga o'zimdan ham mehribon bo'lgan Allohim, o'zingni 99 go'zal ismingni va izzatingni o'rtaga qo'yib iltijo qilaman. Faqat va faqat sen roziliging uchun o'zingga bo'lgan muhabbatimni, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimni, namozga bo'lgan muhabbatimni, Qur'onga bo'lgan muhabbatimni, jannatga bo'lgan muhabbatimni, ilmga bo'lgan muhabbatimni ziyoda qilib qo'ygin. Chunki bunga faqat sensan qodir Allohim. Sendan boshqa hech kimni qo'lida emas bu Allohim. Faqat va faqat o'zingdan iltijo qilaman Allohim. Balki Allohdan bunaqa so'rash oldin xayolingizga kelmagandir. Lekin ishoning, agar shunaqa so'rasangiz, Alloh bunga qo'shib o'zini muhabbatini ham sizga beradi. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Allohdan bir marta bo'lsa ham shunaqa muhabbat so'raganmisiz? Ey menga o'zimdan ham mehribon bo'lgan Allohim, o'zingni 99 go'zal ismingni va izzatingni o'rtaga qo'yib iltijo qilaman. Faqat va faqat sen roziliging uchun o'zingga bo'lgan muhabbatimni, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimni, namozga bo'lgan muhabbatimni, Qur'onga bo'lgan muhabbatimni, jannatga bo'lgan muhabbatimni, ilmga bo'lgan muhabbatimni ziyoda qilib qo'ygin. Chunki bunga faqat sensan qodir Allohim. Sendan boshqa hech kimni qo'lida emas bu Allohim. Faqat va faqat o'zingdan iltijo qilaman Allohim. Balki Allohdan bunaqa so'rash oldin xayolingizga kelmagandir. Lekin ishoning, agar shunaqa so'rasangiz, Alloh bunga qo'shib o'zini muhabbatini ham sizga beradi. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin.